Tushda gul ko'rishning ta'birlari. Tushda gul ko'rish yaxshilik alomati. Gullar ayol va farzand deb ta'birlanadi. Ko'rilgan gullarning rangi ham ahamiyatlidir. Qizil gul g'am anduh, sariq rangli gul kasallik, moviy tusdagi gul rohat farog'at, oq gul xursandchilik va xushxabar, pushti gul uzoq davom etmaydigan baxtdan darakdir. Rayhonning oqlarini ko'rish farzand, sevimli ayol, umr yo'ldosh, uning shoxchasini sindirib olish esa yig'i va g'amdir. Nilufar ko'rish xizmatchi qiz yoki kotibaga ishoradir. Biror ayol kimgadir nilufar berganini ko'rsa, undan ayriladi. Oilali kishi uchun bunday tush ta'biri farzanddir. Binafsha o'sadigan faslda binafsha ko'rish ayol sevgi izhori va ulardan ko'riladigan nafdir. Asl vatani boshqa o'lkalar bo'lgan gullar sirli ayol demakdir. Yasmin farzand kutayotganlar uchun o'g'il daragi. Shuningdek, nolai faryodga sabab bo'ladigan qayg'uga ishoradir. Daraxtning gullagani ezgulik ramzi sanaladi. Gullarni ular bo'ladigan fasldan boshqa vaqtda ko'rish yaxshi emas. Tush ta'birlari bashorat emas, hamma narsani bilguvchi zot yolg'iz Allohdir.